15 che ustanasi скорость движения поезда по перегону станциям, древние пути к этим скоростям. Kim o'rnatadi, kim belgilab beradi desa, tasdiqlab beradigan odam начальник дороги. Пристанияni beradigan odam aynan shu yo'lni yo'l xo'jaligi, signalizatsiyadan jihozlangan slujba, elektrifikatsiya bilan jihozlangan slujba, shu yerda harakat qiladigan nima lokomotiv slujba boradi deb пристанияni beradi. O'sha пристанияda eng kami начальникlarga nima beradi, belgilab. Nega eng kam? Chunki eng kamini belgilasa, hammani qanoatlantirardi bu narsa. Tushunarli bo'ldimi? Stansiyalar privat-proshni Baku yo'llariga tezlik istirishli periodi pavloga markaziga bog'liq bo'lib, agar 1.9 bo'ladigan bo'lsa 25 dan 1.11 bo'ladigan bo'lsa 40 dan oshish kerak emas. 1.11 65 bo'ladigan bo'lsa 50 dan 1.18 bo'ladigan bo'lsa 80 dan oshish kerak emas. 1.11 simetr ishlim bo'ladigan bo'lsa 70 dan oshish kerak emas. Vagonat deret stansiyadan perigon chiqib oladigan bo'lsangiz, sviyaz bo'lsa 40, bo'lmasa 25. Stansiyani o'zi 25. Tushunarli bo'ldi? Tupikoy stansiyaga kirib kelish tezligi ham 25 dan oshmagan tezlik, предупреждение bo'lmagan paytda yo'l eshikni ko'rib qoladigan bo'lsang ham harakat tezligi 25 dan oshmagan holatda. Savol